خیالم میرود هر جا. Bugun So'xga kelib, qaysi davrada o'tirmasangiz ko'proq she'r eshitasiz. She'r bilmagan, adabiyotga mehr qo'ymagan odamni topmaysiz. Ko'p she'r bilib, xo'p she'r yozsa-da shoirlikni da'vo qilmaydigan so'xlik zo'lisonang shoirlardan biri bu Sadriddin Hushyoridir. Tumandagi 11-umumta'lim maktabida tashkil etilgan shoirning she'riyat kechasida mahalliy shoir va yozuvchilar, jurnalistlar hamda o'zbek va tojik she'riyati ixlosmandlari ishtirok etdilar. Sadriddin Hushyorining she'riyatdagi muvaffaqiyati shundan iboratki, u kishi zo'lisonang shoir, ya'ni ikki tilda ham bir xil jarayonda, turli mavzularda, dolzarb mavzularda, ona, vatan, ilm haqida, til haqida, o'quvchi yoshlar haqida, o'qituvchilar haqida she'rlari juda ajoyib. Ularni o'qigan kishi o'ziga ma'naviy oziqa oladi deb umid qilamiz. Tadbirda so'zga chiqqanlar tomonidan ta'kidlaganidek, shoirning she'riyatida onalar, vatan, mehnatsevar xalqimiz timsoli ustuvor. Shuningdek, so'xliklarning samimiyati, vatanga bo'lgan muhabbati, mehnatkashligi kabi ezgu fazilatlari hamda so'xning maftunkor va betakror tabiati Hushyorining har bir satrida o'z ifodasini topgan. Biz yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda she'riyat va adabiyotning o'rni nihoyatda katta. Xususan, so'xlik shoir Sadriddin Hushyorining har bir yozgan she'rlari, xoh tojik tilida bo'lsin, xoh o'zbek tilida, insonni, vatanni sevish, uni qadrlash, birovlarga yordam berish, keksalarni e'zozlash kabi ezgu fazilatlarni o'rgatadi. Keksalarni e'zozlashga chorlaydi. Sadriddin Hushyoriy zo'lisonang shoir va she'riyatda muvaffaqiyatlarga ega bo'lgan so'xlik shoirlardan biri hisoblanadi. Shoirning o'zbek va tojik tillarida she'riy to'plamlari chop etilgan. Bir paytlar Qo'qon adabiy muhitida rivojlangan zo'lisonanglik an'anasi bugun So'x adabiy muhitida ham davom ettirilmoqda. Ana shunday adabiy muhitda kamol topgan Sadriddin Hushyoriy she'riyatidagi har bir misra insoniylik va bu dunyoni o'tkinchiligidan darak beradi. Yoshlarni hamjihatlik, vatanparvarlik, insoniylik va ezgu ishlar sari chorlaydi. She'riyat kechasida ushbu so'zlar yana bir karra o'z ifodasini topdi. Jahongir Sobirov, Mashhur Hasanboyev So'x tumanidan tayyorlandi.